Assalomu alaykum hammaga, salomatmisizlar do'stlar? Biz doktoruz hamda medikal jamoasi tomonidan patologiya darslarini boshlaymiz. Demak, bugun biz aralash distrofiyalarning davomini ko'rib o'tamiz. Mavzuimiz biroz yirikroq bo'lganligi uchun bir necha qismlarga bo'lib tayyorlanishga qaror qildik. Unda boshlaymiz. Xo'p, demak, davom ettiramiz. Surunkali yurak yetishmovchiligi. Xo'p, ya'ni nima degani bu surunkali yurak yetishmovchiligi? Ya'ni yurak klapanlarida masalan muammo bo'lishi, yurakning ko'p miqdorda nagruzkada ishlashi, demak, surunkali yurak yetishmovchiligiga sabab bo'ladi va bu esa o'pkada venos qon dimlanishiga sabab bo'ladi. Ya'ni surunkali yurak yetishmovchilik bo'lyapti. Uning natijasida esa o'pkada venos qon dimlanib, ya'ni uzoq vaqt davomida dimlanib qolganda diabetesga aloqador bo'lgan bir qancha qon talashlar paydo bo'ladi. Va ayni vaqtda ana shu qon talashlar paydo bo'lgan sohadan gemosiderin hosil bo'lib, ana shu gemosiderin alveollarning mononuklear fagositor hujayralariga yutiladi. Ya'ni makrofaglariga, biz oddiy qishloq tilida buni makrofaglar deb ataymiz. Va natijada ana shu makrofaglar gemosidirinni yutdi va qanday rangga kiradi? Tillarang sariq tusga kirib qoladi. Tillarang sariq rang tusli donador sharga aylanib qoladi va bular ko'p miqdorda ana shu alveollarning to'siqlarida, o'pka limfa tomirlarida hamda limfa bezlarida uchraydi. Shuningdek, ana shu donador sharchalarimiz revmatizm natijasida ham, masalan, yurakda nuqson paydo bo'lganda ham yuzaga keladi. Va natijada ana shu dekompensatsiya davriga kelganda aynan bemorlarning balg'amlaridan topiladi va bemorlarning balg'amidan topilgandan so'ng siz unga yurak nuqsoni bor deb tashxis qo'ya olasiz, chunki uning balg'amida, ana shu balg'amda yurak nuqsoni mavjud bo'lgan hujayralar topiladi va shu sababli biz bularni yurak nuqson hujayralari deb ataymiz. Ya'ni bu surunkali yurak yetishmovchiligini bildiradi tom ma'noda. Xo'p, endi mana gematoma. Ko'pchilik ko'rgani mana gematoma, ko'karib qolishi. Gematoma ko'pincha mana yigitlar maktab davrlarida masalan o'sha sinfdoshlar bir-birini urushganda, yuqori sinf bilan kichik sinf o'quvchilari shuni urushganda ko'pincha ko'zlarining ostida yoki oyoq qo'llarida ko'karishlar paydo bo'ladi-ku. Xuddi shunga o'xshash gematomada ham ko'karish paydo bo'ladi. Xo'p, gematoma bu gematoidin degan pigmentdan tashkil topgan bo'ladi. Tushunarli-a? Demak, mana shuning tarkibi gematoidindan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, u och sariq rangda bo'ladigan, yana men sizlarga sariqni qo'yaman. Och sariq rangda bo'ladigan bu kristallik pigment tarkibida temir bo'lmaydi. Eng bir qiziqarli ma'lumot, buning tarkibida temir bo'lmaydi. O'shaning uchun gematoidin deb ataladi. U hujayralardan tashqarida hosil bo'ladi va kimyoviy jihatdan bilirubinga yaqin. Va biz o'tgan darsda bilirubinning hosil bo'lishlari haqida gaplashib o'tgan edik. Va 7-10 kunlikdan keyin ana shu eskirgan gematomani tekshirib ko'rganimizda uning chetki qismidagi tirik hujayralar ichida qo'ng'ir rangdagi gemosiderin pigmentini ko'rishimiz mumkin. Bu demak chetki qismida tirik hujayralar ichida. E'tiborli bo'lamiz. Mana hujayra bo'lsa, chetki qismdagi tirik hujayralar ichida gemosiderin pigmentini ko'rsak, markazdagi o'lik to'qimalar ichida esa ana shu o'lik to'qimalarning ichida kristallar shaklidagi gematoidin kristallarini ko'rishimiz mumkin. Demak, tushunarli bo'ldi-ya, gematomadagi gematoidin pigmenti. Xo'p, davom etamiz. Endi masalan ko'zdagi gematoma haqida gaplashaylik.
Mana atroflariga qaysidir ko'zdagi gematoma. Ya'ni ba'zi hollarda gematoiddan umuman hosil bo'lmasligi mumkin yoki yumshoq kletchatkadagi gematomalar ham hosil bo'lishi mumkin. Masalan, yumshoq kletchatkadagi gematomalarga ko'z tagidagi yumshoq to'qimalarda paydo bo'ladigan gematomalar misol qilib keltirishimiz mumkin. Ular bir necha kundan so'ng so'rilib ketadi va natijada juda ham zich, qattiq to'qimaga aylanadi. Xo'p, bundan tashqari so'rilib ketdi-ku. Bundan tashqari juda zich, qattiq to'qimaga, masalan, tasavvur qilingizlar, miyani qattiq pardasiga qon quyilib qoldi deylik. Ana shu qon quyilib qolganda undagi gematomalar yillar davomida so'ralmaydi. Ya'ni xulosa qilib aytishimiz mumkinki, ana shu ko'zning atrofi yumshoq to'qimadan tashkil topganligi sababli tezda so'rilib ketadi. Lekin miyadagi aynan pardalarimiz esa qattiq qavatdan tashkil topgan, qattiq parda bo'lganligi hisobiga ulardan so'rilishi birmuncha sekin ekan. Xo'p, bundan tashqari sistemaga tarqalgan, ya'ni butun tanaga tarqalgan gemosideroz tomirlar ichida ro'y bergan, ya'ni umumiy intravaskulyar gemoliz paytida ham paydo bo'lishi mumkin. Masalan, umumiy intravaskulyar gemoliz quyidagi sabablar natijasida hosil bo'ladi. Ya'ni umumiy butun sistemaga tarqalgan qon tomir ichidagi gemoliz haqida gaplashyapmiz. Bu bo'lishi mumkin. Masalan, qon sistemasida kasalliklar, anemiya bo'lishi mumkin, ya'ni kamqonlik yoki gemoblastozlar natijasida bo'lishi mumkin. Yoki masalan, donor bilan retsipiyentning qon guruhining to'g'ri kelmasligi natijasida, ya'ni yot guruhga mansub qon quyilganda bo'lishi mumkin, yoki homila bilan ona o'rtasidagi rezus omilning to'g'ri kelmasligi, masalan, rezus musbat bilan rezus manfiy, mana homila bilan ona o'rtasida qon guruh to'g'ri kelmaganda bo'lishi mumkin, yokida zaharlar, masalan, gemolitik zaharlar, ya'ni ushbu zaharlar masalan qonga tushganda to'g'ridan-to'g'ri qonni gemoliz, ya'niki eritrotsitlarni gemoliz qilib yuboradi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Zaharli qo'ziqorinlar, ularning turlarini aytmadik, lekin asosiy sababini bilib olsalaringiz bo'ldi. Zaharli qo'ziqorinlar yoki ilon zahari, mana cho'lda yashovchi ilonlar juda ham zaharli bo'ladi-ku, ilon zaharida bo'lishi mumkin. Yoki ba'zi bir infeksion kasalliklar natijasida ularni ya'ni keltirib chiqaruvchi bakteriya, viruslar natijasida bo'lishi mumkin. Ya'ni masalan sepsis yoki anaerob infeksiyalar yoki bezgak kasalligini misol qilib keltirishimiz mumkin. Demak, bular sistemaga tarqalgan intravaskulyar gemolizni keltirib chiqarar ekan. Xo'p, davom etamiz. Endi gemoliz natijasida hosil bo'ladigan gemosiderin mononuklear fagositar sistemalarga, ya'ni biz yuqorida aytganimizdek makrofaglarga yutiladi va ularda to'planib qolishi natijasida donachalarni hosil qilardi. Masalan, mana tasavvur qiling, mana bu gemosiderin. Mana shu gemosiderin. Masalan, tasavvur qiling, yulduzcha qilib belgiladim. Mana buni makrofaglar. Ana shu makrofag hujayralarimiz. Endi ana shu makrofaglar gemosiderini yutayapti. Natijada bizda hosil bo'ladi donador to'pchalar. Gemosiderin to'plagan donador to'pchalarni hosil qiladi. Ushbu donador to'pchalarimiz qayerlarda yig'iladi? Asosan parenximatoz hujayralarida yig'iladi. Asosan me'da osti bezida, jigarda, buyrakning aynan endokrin bezlarning parenximatoz hujayralarida yig'iladi. Shuningdek, do'stlar, ana shu gemosiderin hujayralar aro moddalarda ko'plab to'planib qoladi va natijada siderofaglarni hosil qiladi. Ya'ni bu siderofaglar bu pigmentlarni yuta olishga ulgurmay qoladi. Ya'ni yana o'sha har doimgidek to'pchalar hosil bo'ladi va natijada kollagen va elastik tolalarga temir moddasi shimilib
o'tishiga natija sabab bo'ladi va o'sha yerda demak zangsimon jigarrang tusga kirib qoladi. Demak, gemosiderin parenximatoz a'zo bo'lsa, demak makrofaglar tomonidan yutilib sharcha holda to'planib qoldi. Agar masalan hujayralar aromatda, masalan stromalarda yig'ilgan bo'lsa, siderofaglar degan pigmentni makrofaglar ya'ni yuta olmaydi, yutishga ulgurmaydi to'g'rirog'i. Natijada shu temir moddasi kollagen bilan elastinda to'planib, ya'ni shimiladida va ana shu sohada zangsimon jigarrang tusga kirib qoladi. Mana bu zangsimon jigarrang tus. Xo'p, davom etamiz. Yoki gemosiderin haqida yana gaplashamiz, chunki juda ham katta qiziq narsadir bu gemosiderin. Gemosiderinning hujayralar ichida to'planib borishi ko'pchilik hollarda hujayraga zarar yetkazmaydi va deyarli organlarning funksional holatiga ta'sir qilmaydi. Uni agar biz masalan kuchayib borayotganda, mana kuchayib bosqich borayotganda biz ana shu stimulni to'xtatsak, gemosideringga sabab bo'lgan stimulni to'xtatsak, bu qaytor jarayon orqali yana o'z holiga qaytib barham topadi. Lekin haddan tashqari ko'p to'planib borishi esa organlarni zararlaydi va natijada gemoxromatozni keltirib chiqaradi. Demak, bunda gemoxromatoz natijasida organ va to'qimalar zararlanadi. Mana gemoxromatoz, mana bu kishining orqa badan sohasida mana gemoxromatozni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari bilirubin normada ham uchraydigan xo'p sariq yashil rangli sariq yashil tusli o't pigmenti hisoblanadi. Biroz shuni qalin qaraylik, mana sariq yashil tusli o't pigmenti bo'lib, u ham tarkibida demak temir saqlamaydi. Ya'ni temir saqlamaydigan gemoglobinning birikmasi hisoblanadi. Uning hosil bo'lishi, ishdan chiqishi o'z-o'zidan quyidagi xususiyatlarga bog'liq. Ya'ni eritrotsitlarning mononuklear fagositar sistemaga parchalanganda, demak, ya'ni eritrotsitlar makrofaglar tomonidan parchalanganda taloqda e'tiborli bo'lamiz. Makrofaglar tomonidan parchalanganda gemoglobin hosil bo'ladi, gemoglobindan gem hosil bo'ladi, gemdan esa masalan bilirubin hosil bo'ladi. Bu yerda bir qancha oraliq mahsulotlar bor. Bularni videomizning birinchi qismida aytganim, hozir to'xtalib o'tirmayman. Xolos, ana shu gemoglobinning gemidan demak bizda bilirubin hosil bo'ladi. Bu taloqda. Keyin u yerdagi bilirubin yana qayta aytaman, albumin bilan birikib darrov jigarga boradi. Jigarga aynan gepatotsitlarga boradi. Gepatotsitlarga borgandan so'ng u yerdagi glyukuronat kislota yordamida birikib, ya'ni konjugatsiyalanib o'tni hosil qiladi va u o't kapillyarlarida so'riladi. Undan keyin esa pigment ana shunday so'rilib ko'p miqdorda hosil bo'ladi. Hosil bo'lgandan so'ng o'ng va chap jigar yuklariga, ya'ni ductus hepaticus dextransinistradan ductus hepaticus communis hosil qilib, o't pufagida to'planadi va konsentratsiyalanadi. Endi pigment ana shunday miqdorda bo'lganda bu norma hisoblanadi. Bunda norma bo'lganda ko'zning atrofida ham, terida ham hech qanday patolog jarayon kuzatilmaydi. Endi agar masalan shu bog'lanmagan bilirubin miqdori ortsa, ko'zning atrofida, masalan ko'z sklerasi, terida sariqlikni ko'rishimiz mumkin. Agar qonda bilirubin miqdori ko'payib ketadigan bo'lsa, giperbilirubinemiya deb ataladi. Qaranglar, miya bilan tugayaptimi? E'tiborli bo'ling, qon bilan bog'liq. Giperbilirubiniya, ya'ni giper, u haddan tashqari giper, ya'ni ortishi, bilirubin miqdorining ortishi, miya, ya'ni qonda bilirubin miqdorining ortishi giperbilirubinemiyani keltirib chiqaradi va natijada yuqorida aytganimizdek to'qima va suyuqliklarda sarg'ayishni ko'rishimiz mumkin. Bu sariqlik deb ataladi. Xo'p, davom etamiz. Xo'sh, qon zardobida bilirubin miqdori ko'payib, badan terisi hamda ko'zning sklerasida demak sarg'ayib qolgan mahalda markaziy nerv sistemasidan tashqari boshqa hamma to'qimalarga o't pigmenti
kiradi. Natijada o't pigmentlari to'planadi. Endi lekin miya oqish tusda qolaveradi. Bu faqat kattalarda, e'tiborli bo'lamiz. Ya'ni nima uchun miya oqish tusda bo'lyapti? Chunki u gematoensefalik baryerdan o'ta olmaydi. Biroq yangi tug'ilgan chaqaloqlar, ya'ni ularda hali gematoensefalik baryer to'liq shakllanmagan, biroz zaifroq bo'ladi. Shu sababli agar bola mabodo sariqlikka chalinsa, bosh va orqa miyaning to'qimalari ham boshqa to'qimalar singari sarg'ayib ketadi. Bunda chin sariqlik bo'lganda e'tiborli bo'lamiz. Hozir men buni tushuntiraman. Bunda po'stloq osti yadrolarining kulrang moddasi o't pigmentlari bilan ko'proq bo'yalib, yadro sariqligi deb nomlangan mana ko'zga tashlantiradi va ana shu nerv hujayralari halok bo'ladi. Chunki o't pigmentlari bilan kuchli bo'yalgan bo'ladi. Endi men aytdimki, yuqorida chaqaloqlarda sariqlik paydo bo'ladi. Chin sariqlik dedim. Lekin chaqaloqlarda soxta sariqlik ham bor. U qachon paydo bo'ladi? Soxta sariqlik bola tug'ilganda qonida ona ya'ni homiladorlik vaqtida, homila vaqtida fetus gemoglobin bo'ladi. Ana shu fetus gemoglobin bo'ladi. Tug'ilgandan so'ng fetus gemoglobin adult gemoglobinga o'tmoqchi bo'ladi va o'tadi ham, va shu vaqtda gemoglobin miqdori ko'p parchalanishi hisobiga sariqlik paydo bo'ladi. Lekin bu soxta sariqlik, ya'ni jigar bilan bog'liq bo'lgan sariqlik emas. Biroz vaqtdan so'ng 2 yoki 3 kundan keyin bu o'tib ketadi. Bu soxta sariqlik. Mana ko'z sklerasining sarg'ayishi. Mana e'tiborli bo'lingizlar. Sariqlikda ko'z sklerasining sarg'ayishi. Xo'p, davom etamiz. Endi mana sariqlikning turlari haqida gaplashsak, demak, sariqlik kelib chiqishi va avj olish mexanizmlari har xil. O'tgan darsda men bularni gaplashib o'tdim va ko'proq siz ma'lumot ega bo'lish uchun sariqlikning fiziologiyasini bir o'qib chiqingizlar. Chunki bu hozir patologiya darslarimiz, u sariqlikni o'zi bitta mavzuga atalgan. O'shaning uchun sariqlikdan avval video darslarini ko'rib o'rganib chiqingizlar. Va patologiya darslarida ham qo'shimcha qo'shib beramiz. Xudo xohlasa sariqlikni, chunki yaxshi tushunib olishlaringiz kerak. Xo'p, demak, sariqlikning 3 ta asosiy turi mavjud ekan. Jigar usti sariqligi yoki gemolitik sariqlik deyiladi. Jigarga aloqador sariqlik, ya'ni parenximatoz sariqlik hamda jigar ostiga aloqador, ya'ni mexanik yoki obturatsion sariqlik deyiladi. Demak, jigar usti, jigar ya'ni parenximatoz hamda jigar osti sariqliklariga bo'lindi. Endi mana normal odam teri yuzi ko'rinishi. Endi sariqlikka chalingan kishining terisi yuzining ko'rinishi. Xo'p, davom etamiz. Sariqlik demak, asosan yana qayta aytamiz, badan terisi hamda ko'z sklerosidagi sarg'ayishlar natijasida paydo bo'ladi. Endi jigar ustiga aloqador sariqlik to'qimalarga arzimas darajada rang beradgani juda ham och sariq deyishimiz mumkin. Mana ko'z oqlari salgina sarg'aygan bo'ladi va lemon rangda, e'tiborli bo'lamiz. Lemon rangda bo'ladi. Bemorni kunduzgi yorug'likda tekshirib ko'rilgandagina bu ko'zga tashlanadi. Agar jigarga aloqador sariqlik badan terisi va ko'z oqlariga sklerasiga tarqalsa edi, sariq zafar tusini berar edi. Buni biz masalan ko'pincha mandarin rangiga o'xshatishimiz mumkin. Sariq zafar tusini beradi. Agar jigar rang osti sariqligi bo'lsa-chi, bunda yashimtir sariqni beradi. Ana jigar osti bo'lsa yashimtir sariq tusga kiradi. Demak, 3 xil sariqlikda, birinchisi gemolitikda lemon rangdagi, agar jigarni o'zi bo'lsa sariq zafar, ya'ni mandarin rangini bersa, xo'p, bunda esa yashimtir sariq tusni berar ekan. Xo'p, endi har biri haqida gaplashib o'tamiz. Dastavval jigar sariqligi. Jigar usti sariqligi,
ya'ni gemoglobinning ortiqcha parchalanishi. Yana qayta tushuntiraman. Eritrotsitlarimiz demak gemoglobinni hosil qildi. Gemoglobindan hop gem hosil bo'ldi, gemdan bilirubin hosil bo'ldi. E'tiborli bo'lamiz, bog'lanmagan bu taloqda. Bu jigarga boradi, konjugatsiyalanib, keyin bog'langan holga o'tadi. Xo'p, demak, endi jigar usti sariqligi gemoglobinning ortiqcha yemirilishi va qon plazmasida ko'p miqdor bilirubin to'planib qolishi natijasida paydo bo'ldi. Demak, sariqlikning bu turi qanday bo'lishi mumkin? Tug'ma bo'lishi mumkin yoki turmushga orttirilgan bo'lishi mumkin. Tug'ma degani sabab bu autoimmun kasalliklar natijasida bo'lishi mumkin. Orttirilgan deganining sababi, masalan, yuqorida aytganimizdek, donor bilan masalan retsipiyentning qon guruhining to'g'ri kelmasligi bo'lishi mumkin yoki qanaqadir gemoliz jarayonini stimullaydigan ta'sir bo'lganda bu turmushda orttirilgan bo'ladi. Xo'p, tug'ma gemolitik sariqlik asosan qachon bo'ladi? Patologik gemopoiz. Ya'ni bu nima degani? Tug'ma gemolitik sariqlikda eritrotsitlarimiz o'zi qanday shaklda bo'lardi? Disksimon shaklda bo'ladi, to'g'rimi? Endi qarasan, tug'ma gemolitik sariqlik asosan patologik gemopoizda. Ya'ni bu degani eritrotsitlarni ana shu disksimon shaklda emas, balki boshqa shakldagi turlarning paydo qilishi natijasida. Bu nima degani? Bu patologik shakl, forma va o'z-o'zidan bu makrofaglar tomonidan eritrotsitlar parchalanib ketadi. Chunki organizm uchun bu normal, ya'ni patologik holat, masalan, silindrsimon bo'lishi yoki shishsimon yoki boshqa shaklda bo'lishi patologik holat hisoblanadi. Shuningdek, gemoglobin molekulasining tuzilishida nuqson bo'lishi ham yoki ana shu nuqson paydo bo'lishi eritrotsitlarni osmotik hamda mexanik chidamini susaytirib, shaklini o'zgartirib qo'yadi. Ya'ni bu osmotik hamda mexanik jihatdan gemolizga sabab bo'ladi degan ma'noda aytyapti. Va natijasida eritrotsitlar tomir o'zanida yemiriladi. Ya'ni intravaskulyar gemolizni hosil qiladi va gemoglobin ajraladi. Eritrotsit parchalanib, gemoglobin parchalandi. Lekin bundan tashqari turmushda orttirilgan gemolitik sariqlikka gemolitik sariqlik ko'proq uchraydi tug'maga nisbatan. Endi masalan bunga yuqorida aytganimizdek tug'ib kelmaydigan qon quyishlar yoki ona bilan homila o'rtasidagi qon o'rtasida rezus masalan farq bo'lishi mumkin yoki qon sistemasining kasalliklari bo'lishi mumkin. Masalan, gemoblastozlar bo'lishi mumkin. Gemoblastoz, ba'zida esa o'tkir infeksiyalar, masalan, qaytalama terlama, bezgak va sepsis kabi infeksiyalar bo'lishi mumkin yoki gemolitik zaharlar bo'lishi mumkin. Masalan, bertollit-yuzi, arsenit yoki spiroxetalar zahari yoki ilon zahari, masalan, juda ko'p zaharlar ham sabab bo'lishi mumkin. Yoki masalan, ko'p qon quyilib, gemorragik infarktlar bo'lishi mumkin. Bunda asosan eritrotsitlar parchalanayotgan joydan qonga ortiqcha bilirubin to'planishi ham mumkin. Demak, jigar ustiga aloqador sariqlikda bilirubin ichak orqali ko'plab tarqaladidan keyin shunga ko'ra buyraklarga va o't kislotalariga ortiqcha zaharli ta'sirini o'tkazmaydi. Tushunarli? Demak, jigar usti sariqligi bu jigarga bormaydi. U hali taloqda sodir bo'lyapti. Taloqdagi makrofaglarda sodir bo'lyapti. O'shani hisobiga bilirubin ortsa faqatgina bilirubin ichak orqali ajralib ketishi mumkin, lekin buyraklarga o't tuzlari ko'rinishda, o't kislotalar ko'rinishda ta'sir ko'rsatmaydi. Endi ikkinchi turi, bu biz boya birinchi turini gaplashdik, jigar usti sariqligini. Xo'p, ikkinchi turi, ya'ni jigarga aloqador sariqlik. Bu bevosita, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri jigarning o'zida gepatotsitlar, ya'ni jigar hujayralari zararlangan paytda yuzaga keladi. Sariqlikning bu turi asosan virusli gepatit natijasida yoki sariq isitma, bezgak yoki VIL kasalligi singari yuqumli kasalliklarda kuzatiladi.
Xo'p, toksik gepatitlar paytida ham paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni har qanday gepatit jigarni zararlaydigan kasalliklarda ushbu kasallik paydo bo'ladi. Va mana shu patologik jarayonlar paytida gepatitsitlarda distrofiya, ya'ni moddalar almashuvining buzilishi, nekroz keltirib chiqadi. Distrofiyadan keyin nekroz sabab bo'ladi va natijada o'pka, ya'ni o't kapillyarlariga o't ajralmay chiqadi va ana shu o't ajratib chiqarmasligi natijasida o't kapillyarlari o't limfasiga o'tadi. Ya'ni o't limfa sistemasiga o'tdi va bu hodisani biz paraxoliya deb ataymiz. Ya'ni o't ajralishining aynishi, noto'g'ri yo'lga o'tishi. Normal holatda o't bu o't yo'llariga o'tar edi. Fiziologik holatda, lekin bizda hozir gepatitsitlarda muammo bo'lganligi sababli o't limfa sistemasiga o'tadi va bu paraxoliya deyildi. Ya'ni o't ajralishining aynishi, noto'g'ri yo'lga tushishi. Demak, gepatogen sariqlik o'zining avj olib borish mexanizmi jihatdan limfogen sariqlik hisoblanadi. Chunki o't limfa sistemasiga tarqaldi. Demak, bu jigarga aloqador sariqlik ekan. Keyingisi obturatsion sariqlik. Ya'ni jigar osti sariqligi yoki mexanik sariqlik. Asosan jigardagi ana shu masalan, tasavvur qiling, o'ng va chap jigardan o't hosil bo'ldi. Ductus hepaticus communisga qo'yildi. Masalan, bu yerda o't pufagida to'plandi. O't pufagida masalan yog'li ovqat iste'mol qildik, o't ajraldi. Endi ductus holidosga kelib tushdi. Ductus holidosga tushdi. Bu yerda masalan pankreatisda ham suyuqlik kelayotganda ductus pankreaticus bo'lib, ikkovi birgalikda mana keldi. 12 barmoqlicha keyin duodenumga keldi. Duodenumda masalan vater ampulasi bor, u orqali masalan ajraldi. Endi jigar osti sariqligida jigarda ham normal jarayon bo'layotganda, heterositlarda ham normal jarayon bo'layotganda, lekin negadir ana shu o't yo'llari tiqilib qoladi. Masalan, o'ng va chap jigardan o't yig'ilib ductus hepaticus communisni hosil qildi-ku. Ana shu ductus hepaticus communisda masalan o'sma yoki tosh paydo bo'lishi mumkin. Yoki masalan ductus holidosda bo'lishi mumkin. Yoki masalan vater ampulasi sohasida paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni asosiy sabab bu, demak, o't oqib kelishiga, o't yo'llaridan o't oqib kelishiga to'sqinlik qiladigan ta'sirlar natijasida paydo bo'ladi. Bu qaysi ta'sirlar? Masalan, o't yo'llaridagi o'smalar yoki me'da osti boshchasining o'smasi bo'lishi mumkin, yoki o't yo'llariga tosh tiqilib qolganda ham ushbu to'siqlar paydo bo'ladi. O't pufagi yo'lining tiqilib qolgani ham sariqlikni olib bormaydi. Ya'ni o't pufagida agar o't tiqilib qolsa, o't toshlarni hosil qiladi. O'sha patologiya o't pufagini o'zida hosil bo'ladi-da. Xo'p. Demak, mexanik sariqlik bu o'tning quyuq tortib qolishi sabab bo'lishi mumkin ekan. Davom etamiz. Endi do'stlar, gematoporfirin haqida gaplashamiz, lekin bugungi darsimiz biroz kattaroq bo'lganligi sababli yuqorida aytganimdek qismlarga bo'lib oldik. Gematoporfirinda keyingi videoda gaplashamiz. Demak, hamma e'tiborli bo'lsin. Bugungi aralash distrofiyalarimiz juda ham katta mavzu. Bu fiziologiya bilan patologiyaning bir ajralmas qismi hisoblanadi. O'shaning uchun e'tiborli bo'lib o'qiymiz, dangasalik qilmaymiz. Asosiy joylarni, ma'lumotlarni konspekt qilib yozib o'qib olamiz. Qanaqadir xato yoki kamchilik bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman. Agar tez gapirilgan joylari bo'lsa, barchalaringiz medik talabalarsizlar. Bir imkonni qilib, ya'ni mendan ham masalan juda ham kuchli bilasizlar, ya'ni 3 ta nuqtachadagi Telegram funksiyasida sekinlashtirish bor. Ana shu yerdan ovozimni sekinlashtirib ko'rasizlar. Baribir hozir tez sekin gapirganim bilan 1.5x 2x qilib ko'rardingizlar. O'shaning uchun ko'proq ma'lumot bo'lganligi sababli bugungi darsda biroz tezroq gapirdim. Xo'p, qanaqadir xato yoki kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman. Alloh barchamizni bilimimizni va ilmimizni ziyoda qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Rahmatulloh va Munisa bo'ldi.